Men Fazilova Shirinoy, 67 maktab o'qituvchiman. Farzandim To'rajonov Muhammadaziz, Novda skol o'quvchisi. 2 yildan beri, bu 3-yil, 5-sinfga kelganlar. Novda skolda har tomonlama qulaylikni, kelib o'zi yoqtirib qolganman. Ko'rib maktabda birinchi ochilganda muhiti yoqqan menga, o'qituvchilarni muhiti yoqqan. Keyin farzandimni ertalab 8:30 dan kechga 5 gacha band bo'lishi, shunisi asosiysi. O'qituvchilarning malakaliligi. Juda katta o'zgarish sodir bo'ldi. Xulqida ham bilim olishga qiziqishlari ortdi. Farzandim o'qi demadimda, o'zi izlanib o'qib ketaverdi hamma fanni. Shunisi yoqdi. Do'stlar bilan muomalasi yaxshi bo'ldi. Ota-onaga bo'lgan nisbat muomalasi yaxshi bo'ldi. O'zgardi-da. Mehribonroq bo'ldi. Ha, albatta mehribonroq bo'ldi. Ularga psixolog oya bilan juda katta ish qildik boshida. Ishladik. Oya treninglar olib bordilar. Shunda ham juda o'zgarish bo'ldi. Ota-ona o'rtasida ham farzand o'rtasida bo'lgan munosabatimiz yaxshilandi. Individual ham ishladik. Ko'p keldim o'zim. O'zlari treninglar olib bordilar. Sinf bo'yicha. Farzandingizga, demak, bu sizga ham juda katta ta'sir. O'zim ham o'qituvchilik bo'lib, sinfimda shularni qo'lladim. Ko'p narsa o'rganib qo'lladim. Farzandim ingliz tilidan ancha o'zlashtirish yaxshi bo'ldi. Novda skol o'zi hamma fanni birdek olib ketar ekan. Shunisidan xursand bo'ldim. U jismoniy tarbiyami, musiqami, tarix, ingliz tili, matematika juda kuchaydi. Matematikadan yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. qayerga edi? Dubay. Matematikadan yo'llanmani qo'lga kiritib, hozir tayyorgarliklar olib bormoqda. Demak, sizga hamma fanni tengda olib ketishi ham juda ma'qul kelgan. Albatta. Hamma fan hayotda kerak bo'ladi, o'z o'rniga ega. Farzandim kuchli bilim olyapti. Mehribon ustozlar qo'lida, bandligi yoqadi. Biz xotirjam dadasi ham mana ishga ketamiz. Farzand o'sha yerda ketdik-ku deb xotirjam bo'lamiz. Asosiysi kuchli bilim, keyin ovqatlanishdan xotirjammiz. To'g'ri ratsion tanlab ovqat beradi ular. Ovqatlantiradi. Yana bir tarafi sayohatlarga olib borish yoqadi. Biz vaqt ajratib olib bora olmaymiz-da, to'g'risi. Keyin ota-ona bilan borgan boshqa, sinfi bilan borgan boshqa o'quvchini. Do'stlar bilan borgani bir boshqacha kayfiyat bag'ishlaydi o'quvchiga. Yoshlikdan esda qoladi. Umuman boshqacha bir uchib yurgandek gapirib beradi. Biz ham quloq solib turamiz. Ko'rgan bo'lsak ham ko'rmagandek quloq solib turamiz farzandimizga. Ha, shunaqa ekanmi? So'raymiz. Yerda nima bor ekan? Nima ko'rdilaring? Gapirib beradi bizga. Juda ko'p ajralib turadi. Bilim berish darajasi, o'qituvchilarni malakasi yetarliligi, keyin o'quvchini maqsad qo'ydira oladi o'quvchiga. O'zini oldiga maqsad qo'ydirish ham bir katta ishda o'quvchini oldiga. Kelajakda kim bo'lishini bemalol o'quvchi o'zini oldiga maqsad qo'yib, o'shanga intiladi. O'zim medik bo'lishni xohlardim, lekin farzandim dadasining sohasiga yaqinroq soha tanlamoqchi, aloqa sohasi, kiberxavfsizlik yo'nalishini tanladi. Biz qarshi emasmiz, qo'llab-quvvatlayapmiz. Albatta, hozir kelajagi bor sohalarda. Albatta, maktabga kelgandan keyin ustozlari ko'rsatmasi asosida bilim bergan so'zlari qiziqtirgan fanlarga yo'naltirgani uchun albatta hammaga tavsiya qilaman. O'zim oldim kelgan ota-onalarga ham tavsiya qilaman. O'zim o'quvchim bo'lib turib tavsiya qilaman-da. Yaxshi o'qisin. Bir ota-onalar yo'l topolmay qoladi-da, o'zi ishlaydi. Shuning uchun keyin tavsiya qilaman. Ashaqqa olib boringlar, psixologlari ham zo'r ishlaydi, chuqur o'rgatiladi deb tavsiya qilaman. Albatta, uxlayapti. Shuning uchun ham 11-sinfgacha ham davom ettiramiz deb o'zimiz oldin maqsad qo'yganmiz. Farzandimizni boshqa maktabga olish hayolimiz ham yo'q. Ukalarini ham Xudo xolasa shu yerda o'qitmoqchimiz.